Er kishi aka yoki inisining ayoliga mahram bo'la olamdi? Savol. Assalomu alaykum. Musulmon er aka yoki inisining ayoliga mahram bo'la olamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Erning qarindishi ayoliga nisbatan mahram bo'la olmaydi. Chunki bularning o'rtasidagi nikohlanolmaslik ahvoli mangulik emas, balki vaqtliq. Shunga ayolning eri o'lib ketsa yoki ayolini taloq qilib olsa, uning qarindishi u ayolni amriga ola oladi. Mahram bo'lish uchun mangu nikohiga ola olmaydigan bo'lishi lozim. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yot ayollarning qishig'iga kirishdan saqlaninglar deganda ansarlardan bir kishi: "Ey Rasululloh, erning tuqqanlarining kirishiga nima deylar?" deb so'radi Rasululloh. "Erning tuqqanlari o'limdir" dedi. İmam Navaviy aytadi: Bu hadisdagi erning tuqqanlari erning ota-bobolari yoki o'g'illaridan boshqa tuqqanlardir. Chunki erning ota-bobolari bilan o'g'illari ayolga mahram hisoblanadi. Ular bilan birga yolg'iz bo'lsa bo'ladi. Shunga ular o'lim bilan sifatlanmaydi. Bu hadisdagi erning tuqqanlaridan maqsad erning aka-ukalar, jiyanlari, tog'alari va tog'alarining o'g'illari qatorliq ayolga mahram bo'lmagan kishilardir. Buningga binoan erning aka-ukalari, jiyanlari, tog'alari va tog'alarining o'g'illari qatorliq ayolga mahram bo'lmagan kishilar aralashishda va safar qilishda yot kishilarga o'xshash bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 55 nomorli fatvo.